Izoelektronlar, keyingi zarrachamiz. Yana xuddi o'sha narsa qaranglar. Izoz degani o'xshash. Elektron degani bu elektron degani. Demak, izoelektronlarning nimasi ta'rifini aytadigan bo'lsa, elektronlari o'xshash bo'lgan elektronlari o'xshash bo'lgan zarrachalar. Yo'q. Nimaga zarrachalar dedim bularda? Atomlar turadi ma'lum. Ha? Nimaga bularni zarrachalar dedim, bularda atomlar turadi dedim? Savol. Zarrachalar o'xshash. Ha? Chunki o nomidan aytilishi kerak. Yo'q o'xshash deydi. Bularda borki, faqat davriy sistemadagi atomlar emas. Bularda izoelektronlarda ionlar ham qatnashishi mumkin, moddalar ham qatnashishi mumkin. Tushunarlimi? Masalan, qaranglar mana. Ftorda olyapman minus mana. Ftorda minus ionini olyapman mana. Bu nima degani bu? Elektron bergan. Olgan degan. Masalan, neonda atom holatini olyapman o'zi mana. Mana. Natriyda bitta chiqarib yuborgan holatini olyapman. Bu nima degani? Bitta chiqarib yuborgan degan. Kalsiyda ikkita kalsiyda bas magniyni olaylik. Magniyda ikkita chiqarib yuborganini olyapman. Ikkita bergan. H2O ni olyapman mana. Endi qaranglar, qashlarning hammasi hozir elektron topamiz. Elektron nimaga teng? Protonga yoki tartib raqamga teng. Ftorda elektron o'zi nechta bo'lishi kerak edi? 9 ta bo'lishi kerak edi. Tartib raqami. Bitta nechta qoldi? Bitta olgan. 10 ta. Neonda tartib raqami nechi? Neondagi 10 turibdi. 10 ta elektroni ham. Natriydagi nechta bo'lishi kerak edi? 10 ta. 10 bitta edi. 10 ta. Bu nima degan? 10 ta bo'ladi. 10 ta qolyapti mana. Buniki 12 ta edi, nechta chiqaryapti? 10 ta. 10 ta qoldi. H2O da elektron nechta bo'ladi? Savol. H2O bo'lmaydi. 9 ta. Nimaga 9 ta? Chunki kisloroddan vodorodga tarbiya qo'shamiz. Kislorod tartib raqami 8. vodorodniki birdan nechta? 2ta. 8 bo'lsa 10 ta. Mana shularning hammasi bir-biriga nima ekan dedi? Izoelektron. Tushunarlimi? Bular hammasi bir-biriga izoelektron. Elektronlari bir xil bo'lgan zarrachalar.